Mana shu xo'jayinim bilan birga to'ylar qilib yaxshi yurishimizga tilakdoshman. O'zimga 100% qanday sog'lom odam emasman. Shu akam yonimda qolish uchun harakat qilyapmiz qo'ldan kelgancha. Mana bugun ertalab sahardan keyin mol bozoriga aytavdi kelsa. Hammasi borishdi mol bozoriga. O bu yerda o'zimiz bog'dagi ahamiyati. Shu qishlardan bir ming yoshlardan harakat qilyapti shuni. Kamida 50 yoshlardan harakat qilyapti. 4 kun 5 kun oralig'ida kimdirda hayoti yaxshi bo'lib ketishi yoki kimdir oramizdan ketishi haqida bo'lgan voqea. Bular o'sha insonni do'stlari, mahalladoshlari, mablag'lar shu insonni ko'radi. Aytdilarki, agar dedi, akam dedi, hayotda yashab ketishi uchun dedi, jigarim akam, jonimni so'rasa ham berardim. Sabab biz uchun ota yo'llaydi. Otamni ko'rgandek bo'lib turardim, deb gapirdilar.